Alo. Ishdaman shef. Uchta yo'nalishda yangi biznes o'ylab qo'ydim. Nima deysan shunga? Shef, bozor katta va bozorda katta o'yinchilar bor. Uni allaqachon o'ylab qo'yganman. Hozirgi kunda 16 yildan beri mijozlarga a'lo darajada xizmat ko'rsatayotgan BTS Express kompaniyasi bor. Sen o'shalarni bosh ofisiga kirib, katta biznes strategiyasini o'g'irlashing kerak. Shuning uchun senga vazifa qilib shuni topshiryapman. Tushundim shef. Vazifa qanchalik qiyin bo'lmasin, ularning strategiyasi sizning qo'lingizda bo'ladi. Ikkinchi mehmonimiz bor. Salom oldik. Ketib ko'rmagandek yodiydi. Keyin yordam bera qolaylik. Barga maosh olmaydi. Qara hozir nima qilaman? Keyin oxirigacha yordam bera qolaylik.